İzleyicilerimiz moşlanmız so'raganlar uchun izleyicilerimiz moşlanmız 2021 Turinch oy atigi 23,5 ming masofani bosib o'tgan. Uni tekshirib chiqdik. Moşlanmız 100% radmor kraskada. Balonlari holatlari yangi desa ham bo'ladi. Chunki bunaqalar hali tushib ketmagan tag holatlari. Bu tapimiz high tap hisoblanadi. 3 qaychili. Hop, ichki bo'yi 1,86. Qolgan taplardan farqlanadi. Uzuni bo'yi 2 metr hisoblanadi. Xo'p, moshamiz holatiga yarasha narxi ham arzon. Xo'p, buni tapi o'zini prostoy tapga tevasiga tiklangan ekan. U tap zavodskiy tapdan kuchli hisoblanadi. Sababi chunki buni tagi uncha-munchaga zanglab ketmaydi. Xohlagan yukingizni ko'taradi, lekin tag holatlari o'ta ajoyib turibdi. O'zi ham birorta zanglagan, chirigan joylari yo'q. Kartalarda hattoki o'zini nakleykasi bilan turibdi. Bu yoq qismlarda korobka holatlari. Endi ichiga marhamat qilamiz moshamizni. Moshamizda abduf, abagrev, podogrev rul. Hop, bakovlarimiz qiziydi. Bakovlarimiz avtomatik o'chirib o'tiladi. Полоса задержания, avtotarmojeniya. Hop, video registratorlari bor. Moshamizni endi zavod qilib ko'rsatadigan bo'lsak sizlarga. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin. Moshamiz 23,500 km masofani bosib o'tgan. Moshamiz Euro 6 mexanikada 159 soat kuchi. Propan balonlar bilan jihozlangan. Sidena holatlari, ichki holatlari yaxshi. Endi tab holatini ichkarini ko'rsatamiz. Endi tabida ichkarisida o'zini bu ham boshqa ko'rishda ichida o'zini mahsulotlar bor ekan, oladi. Tapimiz ozgina xizmat qilganligi bor, lekin eng qizig'i mana tagi atinkoviy tunka turibdi. Hatto shu yerlargacha germetika bilan chiroyli qilib qo'yib qo'ygan, suv chiqib ketmaydi, hech nima bo'lmaydi. Moshamiz bahosi O'zbekistonga yetkazib olib borib berish bilan buzmasdan yetkazib olib borib beramiz. 15 ming dollar bo'ladi. Rastamoshkasi alohida chiqadi. Rastamoshkasi 13,5 ming, 14 ming atrofida chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz chiroyli qilib yuklab yetkazib beramiz.